bo'ladi bizga. Bu bozorda 45 ming, 50 ming turadi. Maslahat beraman 50, 60, 70 ming so'mligini sotib olishga, chunki bir xil ko'rinadi, lekin sifatlisini olsa yaxshiroq ishlaydi. Ana endi hozir multimetr bilan datchikni o'lchaymiz. Datchikda pasportida yozilgan bo'ladi. Datchik 10 kilo ohmdan 15 kilo ohmgacha bo'ladi. Ba'zi datchiklar 40 dan 50 kilo ohmgacha bo'ladi. Biz multimetrda 20 kilo ohmga qo'yib tekshiramiz. Mana bitta kabelini datchikda bittasini tekizib ko'ramiz. O'shanda qarshilik ko'rsatadi. Mana 9 necha ko'rsatyapti? 976 ko'rsatyapti. 908 qarib 10 kilo ohm ekan buni pasportida. Hozir buni pasporti yo'q. Datchikimizni cheklab qo'yamiz. Butun ekan. Endi teplopolimizni tekshiramiz. Teplopolda har bitta teplopolda pasportini qarash kerak. Unda necha yozilgan? O'sha yozuvdagi nima plus minus chiqish kerak. Bunda hozir 2,5 kvadratli teplopolimizda 118 ohm yozilgan. O'sha 118 ohm hozir plus minus chiqishi kerak. Hozir endi xo'sh, teplopolimizda bitta plusi mana bunga, minusi mana bittasiga qo'yamiz, tekshiramiz. 122 dan oshiq ko'rsatyapti. Pasportida 118 edi. Plus minus hech narsa qilmaydi. Bu ham butun ekan. Xuddi shu holatda tekshiramiz. Agar teplopol ishlamayotgan bo'lsa, buzuq bo'lsa, tekshirganimizda mana bunday bir raqami chiqadi. Mana shu buzuq bo'ladi. Butun bo'lsa o'sha pasportda yozilgandek o'sha nomeri chiqadi. Buni 200 ga qo'yib tekshirganmiz, ana 2000 degan 2000 ohm belgisi ham bor, shunga qo'yib tekshirsak ham bo'ladi. Ba'zi teplopollarda o'sha pasportida balandroq, pastroq sifir bo'ladi. Shundan tekshirib ko'rsak bo'ladi. Va yana o'sha bir raqami chiqadigan bo'lsa, buzuq bo'ladi. Raqamlar o'zgarib pasportidagiga to'shni yoki yaqinroq plus minus baland past chiqsa ishlayotgan bo'ladi. Teplopol ham butun bo'ladi. Shu holat, shu usullar bilan teplopol datchiklarni tekshiramiz.